Bugün biz Sosna Hocalığı iğin kırlarında barlık jirdagi şekilli alda da orakka birden kirishdilar. Ekmek mol ko'rina, isen sog' jeyib olirga nasib bo'lsin deylar. Boşaklar mol. Hem indi suqqan jirni, maydanni salamdan jishtirib, rulonlab, tiyib, xo'jalikning firmasına tashib baralar. İş gürli Kamaz açlık толды degan xabarni aluga mına basudan minutni daram etmasga kombaynlar yağına ırgıla. Xo'jalikning yangi olgan kombayni mana o'zim borib yaxshi yoqdanini ko'rsata. O'tlari yondi, demak indani bunkerlari to'lgan. Sosna ko'mak xo'jalig'ining oldingi kombaynchisi Ziyaddinov Rasul mana yangi kombaynda xizmat qo'ya. Ham endi ol endi mashina kelganinkida bunkerlari to'ldi. Onun yanına ko'tarilamiz. Rasulning kombayn kabinasına kirdik. Bunda shitil mashinalarında shekilli salqincha havo. Nechik shiga o'ngishlar, Rasul? Aybat. Aybat bo'lgan sizlarga da ko'ngillimi? Ana shunday ko'ngilli bo'lmish. Ikkinchi endi qani o'rtada so'g'ularga. Sizlarga. To'rtinchi kun, beshinchi kun bo'lsin bo'ladi.